Assalamu alaikum aziz, qadrlik ve qadrdon teletomoshabinlar. Bugun Qadam telestudiyasida Miros Onalar jamiyatining navbatdagi ko'rsatishiga xush kelibsizlar. Bugun bizning mehmonimiz o'ng qo'lidan hunar to'kilib turgan, bog'ni gulga aylantirib jannat qilayotgan. Hoylarimda kirdigan bo'lsanglar, shunday ajoyib bir xushpuroqlar. Bu bo'lsa bizning Laylam xonimniki ameliyatda hayotda qilmayotgan har bir Uyg'ur hovlisiga o'xshash gul boqqa to'lgan gullarni o'stirayotgan. Shu hovlisida qapoqlarni terib, o'zi urug'dan tatib terib, ta yo'g'on shakliga yetkazib, quritib, shuning o'zidan chiqayotgan, to'qimchilik ishlari bilan shug'ullanayotgan, majan bilan har xil nimlarni to'qib, gullarni yasab bizga sovg'a qilayotgan, xalqimizni hayron qoldirayotgan, shundaqla majan bisir deb qo'ymizga shulardimi har xil to'qimchilik ishlarni mana bolalarga o'rgatib, shulardan bizga meshaga elib kelibdi, shuni tomosha qilamiz. Bizning bugungi studiyada Yusuf va Rahilam Tursun qizi xush kelibsiz. Bizning o'zimizning urf odatiga aylangan shu birinchi dastlabki o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Ben 1957 yılı Yarkent şehrinde adli Uygur ailesinde dünyaya geldim. Yaxshi. Dadam bile apam ikisi adli kişilerdi. Dadam Tursun yağaççı, yağaççılık bile ömür öttü. Apam balı bekip, apam biz okşaş tikinçilik, tokumçılıklarla aylandı. Şoğulnadı. Rahilam, sizni nimaga to'limsi Lalam deb ataydi. Shu Lalam deb nimaga atab qo'ygan ota-onangizmi yo xalqlar, do'stlaringiz ichidagi bir tafsiliy ismmi? Üzemden eğitim Rahilam busuma atanam meni kiçigimden ekilip deb, kırındaşlarım hemsi Lalam deb atab koyuptu. Şunu da bana 60 yaşkıçan Lalam bu kivatım. Yaxshi. Shu ismga singishib qoldi o'zingizga. Singishib qoldi. Endi siz mana shu Sultan Qurg'on xonim qizlarining xonim qizi bo'lib ishlayapman deb aytib o'tib ketdingiz. Shu qancha yil mobaynida shu yerda ishlayapsiz? Qo'l ostingizda qancha odam bor, qancha malla bor, shular to'g'risida biroz aytib ketsangiz. Bir yıl mening ishlayotganimga 10 yil to'lyapti. 10 yilning ichida o'zimga qo'l ostimda ishlayotgan qizlardan 4 bor. Mening yordamchi 4 qiz bor, bizda 320 dan oshiq oila bor. Shular bilan birga ishlayapmiz. Endi mana hozir shu pandemiya og'rig'i kuchayib ketdi. Dunyoda mana shu pandemiya og'rig'i besib ketdi. Alloh bilsa, bundan biz amaysan chiqamiz deb o'ylayman. Mana shunday og'riq vaqtida nachar oilalar bor. Birniki yetadi, birning yetmaydi. Dorilar qimmat degandek. Shular sizlar shu Sultan Qurg'on xonim qizlar tarafdan qanday yordamlarni qilyapsizlar? Biz 10 yıl mobaynida ben işlegenden beri bu her hit ayamlarda Kurban hiti, rozu hiti bulsun, turmuş načar pensioner mamaylaga produkt taraftan, ondan balır ağrık, invalid balır balaga kolumuzun geçen yardımlarımızı beriyapmiz. Roz Ramzallarda şiptalarını kılıp, ondan jığıp, məlininki akçalarını jığıp, turmuş načarlığa bölüp yarıyolak boğatımız kolumuzdan geçen. Endi meni anglashimcha, shu Sultan Qurg'onda xayrixohlik ishlari intayin nurg'un ketib bordi. Mana talay yordamlarni qildinglar. Shular sizlar o'zinglarning shaxsiy jig'ib yanchinglarni chiqarib pul to'ldinglarmi yoki bir sizlar yarıyolak bo'layotgan sponsorlaringlar bormi? Yo'q, bizning yarıyolak bo'layotgan sponsorlarimiz yo'q. Biz hammasini so'rab ketmaymiz. Jag'diyimiz kelishsa biz endi jutqi deymiz. Jutqi mashtaq malimizda turmush nachar mamaylarimiz bor, invalid balalarimiz bor deganda jut o'zi bilib biz hech kimni buncha pul beringlar demaymiz. O'zlari ko'ngildan chiqarib beradi. Shu 4 yordamchim ko'cha yurib, shularning aqsisini chiqib, shu yetkincha biz yordamimizni qilyapmiz mushkamgacha. Yaxshi. Endi mana hozir tuproq masalasi qo'lga elinib, tuproqlarni kadimgidek mazarliq deymiz. Shu kadimgidek qo'lga elinib yasilyapti. Shu yerlarga sizlarning ulushinglar qo'shildimi? Qo'shildi. Sebebi biz atyazdan başlapla uy kirib,
oğullarınla bulsa, küçüyet gidek er kişiler bulsa, berip her subot, воскресенье günü nimege, topiyi nim kıtıp, asfalt koyduğanga, berip gül terip ayala bulsa, aştaq işler kolumuzdan kegiçe yardımımızdan berip atımız. Uzanlama demek, katınışıp atsızlar mısınlar mı? Yaxşı, rahmet. Endi bizning bugungi rayonlarniki az tanışıp ötdük. Endi özünün əməliyyatda qılayotgan işləri to'g'risida bir az savollarni qo'yib ko'rsak. Lələm bunu siz qapoq bilan shug'ullanyapsiz. Mush qapoq bilan shug'ullanayotganingizga sizningki nima turtki bo'ldi? Ota-onangiz shuning bilan shug'ullanganmi yo bu sizning shaxsiy o'zingizning bir qiziqishmi? Men endi o'qishlarni bitirib Nurg'iyalada ishildim. Shu ishlab yurgan vaqtida 3 o'g'lim bo'ldi. Uyda o'tirgan vaqtida men bu qapoqdan burun to'qish ishlari bilan yog'liq to'qib, majan bilan gül to'qib, az to'li ishlarni qildim. O'g'larim maktab bo'lgan vaqtida 1-klassdan прикладное искусство degan fan bor. Shuningga bolaga tasviriy san'at. Shuningga burun aynak qachi budulqlarda sütlarning budulqlarga plastilinni chaplab, guruch po'choqlarning har turligini yasab, vazi, gül qo'ydigan nimani yasab boshladim. Qurigan gullardan ikiban deb qo'ydim. Ashlarni bo'yab, shulardan boshlagandim. Keyingi vaqtlarda pensiyaga chiqqan vaqtida asta qapoqlar ya uyga tushgandan keyin qapoq o'stirib, qapoqlar zanimatsiya qildik. Boshladim-da shuninglar shug'ullanganga. O'zim o'stirmay qapoqlarni terib, ho'lamda o'sidi. Endi shu bizni asosan qiziqtiradigan savol, shu qapoqning urug'i qandoq kel? Shuni qandoq terisiz? Shuni bir telediddor tomoshabinlar aytib bersangiz. Endi bu qapoqning unmigi nihoyat tez. Nurg'un haq urug'ini oldi, men tep qo'ysam chiqmadi deydi. Bu qapoq boshqa nimalarga qaraganda unmigi nihoyat tezga. Qapoq issiq yana xohlaydi, obdab tushga yana xohlaydi. Men bo'lsam barangda o'stirma. Atyazlig'i terib, buni cho'nqur ko'lmasdan ustunroq terimizga. Qapoq o'sib chiqqan vaqtida bu qapoq o'zi kichik qapoq bo'lsa-mu, ichi to'lgan urug' bo'lib keldi ekan. Şu bir tal urug'ini zoy qilmasdan ondan pishirib, sog'atib, uni shu yili ishlatgan bo'lmaydi. Undan qurib keyin shuning urug'ini ilib tassangiz, shu vaqtida u undan chiqadi. Durust pishmay, ko'k uzilib qolgan qapoqlar yaxshi qurimaydi ekan, yaxshi unmaydi ekan. Ashtaq o'zim undirib, o'zimninki istagan qapoqlarimdan o'zim tushirib, suratlarni shundan boshladim aslida. Endi eng yo'g'on qapoq qanchalik? Aytib beralmisiz shuni? Eng yo'g'on tushgan qapoqingiz? Bultu 2019-yili Baysiyda Akim aka Guliyev konkurs объявлять qildi. Qapoqchilar festivali bo'ldi. Shu vaqtida Uyg'ur ovoziga bir yil kim yo'g'on qapoq o'stirib chiqsa, shunga Grand Prix oldi deb e'lon chiqdi-da. Shu yili men atyazlig'i o'zim terpaqdim. Teraychumush yo'g'on qapoq o'stirib baqaychi kuchimni chiqadim. Chiqqan shu yili men tegan qapoqlarimdan 3 yo'g'on qapoq, yo'g'al egizligi 75 cm, ob'yom deymiz, bundaq duglakligi 15 cm, diametr 15 cm, ig'irligi 20 kg o'shiqroq qapoq o'stirib chiqdim. Men Basiyda shu qapoqqa Grand Prix ib keldim. Sababi unda qapoq boshqa hech kimda bo'lmadi. Undaqni hech kim o'stirmaydi deb o'ylayman. Hammasi o'zingizning bir siri bor deyman. Yo'q. Endi niyati qarab deydi ekan, men shu vaqt shunchalik qiziqdim. O'stirib baqaychida barang'i tedim, barang'da 3 tal o'sdi, shunday yo'g'on qapoq tushdi. O'zim shunday xushal bo'ldim. Men Baysiyga ko'tirib baqa vaqtida shu yerdagi 20 rassam qapoqchilar hammasining haqida hayron qoldi. Bu qayerda Sultonqo'rg'onda o'stirdim desam, Sultonqo'rg'onda bunday qapoq o'smish mumkin emas. O'sishi. Nima bilan o'stirdingiz deb menga so'roqlar keldi uningga. Hozir mana 3 qapoqim bor, uni umdan qurdiganga saqlavatma, u umdan qurumig'ichon surat sasimi surati chiqib ketdi ekan. Onunğa Mahmud Qashqari, Al-Farabining suratlarini solman deb saqlab qo'ygan 3 yo'g'on qapoqim bor. Inshaalloh o'zimizning qadimiy olimlari unutilib qolmasin deysiz sizga. Yaxshi, rahmat. Endi shu qapoqni birinchi Grand Prix ib keldim deb shunday bir faxrlanib aytyapsiz-da, sizning shu xushalligingizga bizmi o'rtaqmiz. Rahmat. Endi shu festivaldan boshqa yani qanday bir konkurslar bo'lyapti shu qapoqchilar orasida, ya faqat festivallarga qatnashdingiz, endi Baysiyda bo'ldi deysiz. Olmut shahrida, ya Olmutning oblastlarida, rayonlarda o'tkazildimi shunday ishlar? Eng birinchi bu qapoqninki mening boshilishim
2018 yıl Uyghur teatrda rassamlarning konkurs bo'lgan vaqtida meni shu yerga taklif qildi. Mening qapoqlarimni ko'ribla birinchi qitim qo'yganim mening qapoqlar shu bo'ldi. Shu yerda nurg'un xalqningki ko'ngliga yoqdim. Sababi bizning Uyg'ur xalqini bilsizlar, o'choq chiroyli surat. Mening hammasi Xan Atlasning suratlari bo'ldi. Shuning yomon xalqlar qiziqdi. Shundan keyin men ishimni o'zimga kuch-quvvat kirganda xo'shal bo'lib, mening qapoqlarim hammasi yoqdib ruhani o'zib ilib uning uyquga продолжать qilaverdim. Keyin mana ikkinchi qitim qatnashqinim Baysit bo'ldi. Biroq shuning orasida o'zingiz bilib ketsizki, Miras Anlar ishlagan vaqtida biz Aqtirmada bilan nurg'un yerlarda nurg'un konkurslarni o'tkazdik, bayramlarni o'tkazdik. Non bayrami, Sanz bayrami, Do'p bayrami, hamma yer domdur nimalar do'stlik uylarida har qanday festival bir nimalar bo'lib turdi. Shu yerlarga qachonli bo'lsa meni chaqirdi. Shu yerlarda uningdan bo'lak har turli o'zimizningki Aqtirmada bilan qilgan ishlarimizda har yerda o'zim bilan bilib bordim. Qapoqlarimni shuning bilan hozircha shu ish bilan shug'ullanib kelyapman. Yusupova Raylan, yaxshisiz. Sizga Miras Anlar jamiyatidan sovg'a. Sovg'amizni qabul qiling. Yana 20 ming tanga o'zingiz xohlagan sovg'angizni yeb olasiz. Muborak bo'lsin. Sizga tan salomatchilik, xotirjamchiliklarimiz, bolaringizga iymon insof berib, ilohim bolaringizning yaxshi ishlari bilan hayotingiz uzarsin deydi. Muborak bo'lsin. Endi bu qapoqlarga siz hozir elib ketdingiz, cho'ng ataqli qolumlarni salaman deb, Mahmud Qashqari, Lal Nazim o'xshash bizning ota-bobolarimizdan miros bo'lib kelayotgan shu olimlarimizni tushirmay dedingiz. Endi shulardan boshqa siz yana qanday bir tasviriy san'atni, buni tasviriy san'at deymiz, qanday nimalar yasaysiz yana? Shulardan qapoqlardan nimalar yasag'ini bo'ldi? Masalan, mush yo'g'on qapoqlarimning orasida birisi kichkina usti tarafi yerilib sinib qolganni meningdan cho'ng o'g'lim, shu o'g'lim qiziqish boshladi-da, shu qapoqim yog'gan vaqtida apa mush qapoq nimani besang deb so'radi. Shuni kesib, morskoy stil deymiz. Shu qapoqdan kesilgan yerlardan akullan yasadi. Morskoy zvezda ashlan yasadi. Hozir shu o'g'lim qiziqib kelyapti. Uningdan bo'lak men u yerga hayvon qapoqlarimga, yo'g'on qapoqlarimga hayvonlarning suratlarini tushirib, gullarni tushirib, qirib gül saldıganını, onunla oğlum yarı yolak boğatıdı. Onun hazır şunda kızıqlıqbay, şunçalik kızıq ketip bardı. Kildiğan yıllar endi festival birimle bop qalsa, ben özüm bile ipmanı memmekin davatımı. Bırak hatta o organda işleydi, bırak onunla şunda kızıq batıdı. Şu yardım verdi. Şunun yardımı bilen ben kırıp yasaydıgan. Mındaq çıraq deyimiz, öyle keçileri yandırıp koyduğan çıraqlarını yasıdım nurgulluğan. Nurgullu çömüşlerini. Onun da keyinki vaxtlarda bizden Böşüktoy qığa vaxtıda, balalarının 40 suyunu qıyğa vaxtıda nurgunu soraydıgan oldu. Hada bizge qapaqtın balalarının 40 suyunu qıydıgan
koru bile koşuğunu yasap etsiniz dep. Nurgu yerlerge men şularını yasap verdim. Hazır ula nurgunu şu çömüş, kapak çömüşünün ki kiçikleri var. Şularını koşuq yasap, mundaraqlarını kor yasap, şularını yasap etme. Onundan bölek bizninki yaş usulçularımız nurgun kivatıdı. Bir grupda 10-15 adam bolsa hemisi oxşaş qapak usullары bovatıdı. Şularını yasap etme. Hazır şuna millət kivatıdı. Yaxşı işləriniz qutlayman. Əgər bizning söyümlü Uyğur teatrlardan, başqa qruplardan şunda tiləklər kelib siz müraciətlər bolğanmısı bu intayin yaxşı işləriniz qutlayırıq əlbəttə. Əndi bizning atı boğulurumuz şu qapaqlağa burun tam etizlağa tamaqlan sip ketdi. Uyda ta muşu kəmgiçə biz qapaq çömüş bilan çaylan içimiz, ələm şundaqmı? Yəni şunun kapağının içindeki urğunun ələtə faydası var dedi. Şunun alahidligi, faydalı xüsusiyyətlərini etirsiniz. Qapak özü əsli faydalıq nərsəkan. Qapak çay burun qapak çay içsə heç qaçan taşımaydı adam balsının. Ütüdü taşımaydı. Onun da keyinsiga peçin, poçik ağrımaydı deydiken. Nurgulğan kişilərdən mən anlap geldim. Bu qapaqni yeng düşkən kök vaxtıda yeng üsvatqan qızlağa toğrap şundundan jogağlarını qıp bəgənke, şunçalik faydası köpke. Bununla quyup qoygan suyumuz etizlağı ip çıksa, termosның ornunda bu çay içmaydı, su isip ketmeydi. Şunun için her kaçan bizden atı boğulurumuz qapak çömüşte çay quyup içip жүрüp ekan. Özünüz şu qapak çömüşte qo'llanamsiz? Qo'llanaman. Men keyingi vaqtlarda qo'shnilar qışqırdı, mehmonga chaqirdi. Nurg'un yagi mehmonga borgan vaqtida bizningki quruq qo'l kirmaymiz bilsiz Uyg'urlar. Ben bir yerga kirgan vaqtida menga deb qoldida, sizning mush akirgan mush nimangiz qaraganda bir taldan qapak çömüş akirgan bo'lsak biz xursand bo'lardik deb qoldi. Shuningdek men hozir kirgan yerimga bir taldan qapak çömüşni ichib, gullab aşağı akirib berdim. Nurg'un qo'shnilarim keyingi vaqtlarda qapak çömüş bilan choy ichadigan bo'ldi. Yaxshi. Shundaq iloyim chiqib har doim bizning jo'zimizdan shu qapak çömüşlerimiz kelsin. Shu chaqda siz barangda qanchalik qapak çömüş o'stirsiz? Endi men bir ikki yil taga vaqtida qapoqlarim ancha tushmasdan ushaq ichi bo'lib qoldida. Keyingi bir yili o'zi qapoqning turi bor. Nasvay qapoq deymiz, su qapoq deymiz, ko'ri qapoq deymiz. Adim uni hozir su qap meniki, buni keyingi o'stagan su qapoq. Bir yili men buni ko'ri qapoqning urug'ini shuning qilganda barangim yo'g'an emas, o'lami yo'g'an emas. Shu yerda bir tushganda 50 qapoq pishib etilib tushdi. Olamet dedi. Hakikaten mi takıt kısıtlı bulduğun halde düşürdük. Endi sizinki Raylan şu özünüzdeki okuğuçuları ügütüp atkan okuğuçularınız var mı? En birinci mana mening çoğ oğlum ügünüp atıdı. 40 yaşaşını o ügünüp atıdı. Bu sizin hünürünüzün iyi atıdı değil mi? Onun keyinden meninki bunu 101-ci məktəbinin Uyğur məktəbinin balları görüp, işki balı 2 yıl kep ügendi. Ügünüp sebebi meninki nur kapaqlarımni muş 101-ci məktəbki nurgun aparmaman. Özüm əşədə balağa bir konkursla boğa vaxtı soğuğu özümdən ip berib жүргенni malumlar görüp, şunun arasında bir atanın 2 balasını əkeldi. Oqvatatuq hazır onu karantinla bilə balalar kiçkin kəmək qaldı. Onundan belək özümdən 2 nəvrəm qızıqıdı. Özüm qapaq soratsam otağa vaxtıda olağı birdən kistичкini kraskalarını qoyma qo'ldan kelgan sevib. Hazır uydagi nəvrəm birinchi Uyg'ur maktabga bordi. Meni oldirib ketib bordi. Apa qapaqlar qachon pishidi surat solaylikchi deb. Mana uyg'unib. Men o'ylaymanki mening keynimdan shu qizlarim, nəvərlərim yolunuzda ip tutib qoldi ha. Yaxshi. Shu unutilib ketmasa, hozir keyingi vaqtlarda bu qapaq nurg'un haqlar qiziqadigan bo'ldi. Nurg'un haqlar qiziqyapti. Hozir qayerga bering, qaysi maktabga bering, kafelarga bormang, sizning aşı bilib qolsa, tonib qolsa meni qapaq surab sep ekbiringa deydigan bo'ldi. Burun andaqlar yo'q deb biz xurustalga qiziqib, Xitoyning vaziri qiziqsak, hozir qaysi bir kafe kirsangiz, yaqinda mana bizning Sultan Qo'rg'onning bir kafesi menga yo'g'on qapaqlarni beryapti. Yasapiringada imенно o'zimizning Uyg'ur naqshlarini silib tavatidi. Mana men o'ylayman, bilim dergahlarida, aşxanda kafelarda aşundaq qapaqlarimizni qo'ysa, har turli rasmlarni sizilgan qapaqlar bo'lar albatta. Bizning
бағалы мehmanlarına ruhani ozut elip kelidi. Rəhmət sulağıma apırın deyimiz. Әнділелем şu kapaqni qandaq boyaş керек? Addi maylıq boyaq deydi. Yani qandaq boyaqlarından türleri var. Qandaq bilen boyuludu bu kapaq. Endi akrelvay kraska deb Bunu aval juyamsız ya şu qurtqan petinizi yasamsız. Bunu birmuncha qapaqlar üstü yaman silıq bo'lib qurildi. Uningga buni boyaqni surkisingizmi eqib turdi. Andaq eqib ketadiganlarni kichkin suvi sepini surib, undan keyin kichkina halqa qirg'ish bilan azroq qirib teshini kichkin nim qilib olib jo'ndab olma. Birmuncha qapaqlar o'zi shu nim qilsangiz surkisangiz boyaqni sing ketadi shunda. Mening ko'pincha ishlaгаnim qapaqlarga guvash bilan ishladim. Oldida guvash bilan surkavelib, keyindan обычный mebelni lak deymiz-ku, lakni beraman. Yaxşı. Mana qapaqlama kichik bo'lsin, sirlarini bilib oldik. Bizning Leylan xonim faqat qapaq bilan emas, shunaqla to'qimchilik ishlarini shug'ullanadi. Siz nimalarni to'qiysiz? Men keyingi vaqtlarda to'qimchilikni kichkin qo'yib qo'yapman. Qapaq bilan. Qapaq qiziqib ketibsiz. Sababi buni zamoniy burunqi xalqlar oqsiq yo'g'on shal deymiz, shunday yog'liqlarni atadi. Shunday yog'liqlarni jiqtoqdi. Чучелер yo'g'on yog'liqlardan. Endi men bir yili Народный bankning monetный dvorninki xizmatkorlarga ashtaq yog'liqdan 20 ni to'qidim. Bir aşı Народный bankning. Ashtaq naketlarni to'qidim. Kichik bolalarning putlariga tapichka, uyga saldigan daroshkalarni крючок bilan buni korning ostida qo'ydigan ashqan-tashqan jiplar bilan korning ostida qo'ydigan подставка deb qo'ymiz o'rischa. Yo'qlar söküp shulardan ashtaq nimlarni to'qib yurdim. Yaxshi, mana ajoyib talantli. Shundaqla sizning qo'lingiz kirsa, Muş cennetning beg'dak bir alamat, xushpuroqlar kelib turdi. Muş gullarimiz alamat bir parvish qilib kutisiz. Shuning bir sirlari bormi? Ya o'zingiz qiziqibli Uyg'ur uchun men gul terib qo'ydimmi deb teramsiz? Yo'q, bu gulni terib qo'ysangiz emas, mana hozirgi vaqtlarda kunning issiqlarida gullar ko'yib ketadi vaqti qolsa. Bu gulga suni vaqtida qo'yish kerak. Bu vaqtida qarash kerak-da. Mana bir yil endi men buni yugmash gulni terib qo'ydim barang'amga. Xalqlar zo'xildi. Ostida qapoq o'sayotgan, uni endi uzum azroq sanga üstü tarafidan qarasangizda gilamdak bizning o'zimizning burunqi yugmash guli. Barangni besib ketdi, ham qarang'i qilib turdi o'lni. Ondan keyin buni yugmash gulimiz barangizning üstü gilamga aylanib ketdi. Talag'im terib qo'ydim, o'sha tömi darvozalaringizga nim qilib, darvozalarim hammasi ash gullar bilan. U endi o'zingizningki yo'lingizga o'zingiz qarasangiz, endi o'zingiz zo'qingiz kelib turdi. Va bu qapoq bilan bu gül bilan yalnız men emas, bizning seminarimizda mening kaynimdagi singlim mush qapoq bilan shug'ullandi. U singlim qapoqning cherisiga uncha mo'janni nim qilib, u yoqniki выставкалар, endi yarkatlarda anda nimalar yo'q uchun u qizning hovlisiga kirsanglar barangisab yasab qo'ygan qapoq qish yoz issiqlik turdi. Aliyam degan singlim bor. Yaxshi. Gülningmi sirlarini bildik. Endi shundaqla biznikilar xonim qo'chaqlarni yasaysiz. Shu qo'chaqlaringizni bizga aytib bersangiz. Endi men qanday qo'chaqlar yasaysiz? Men endi Muras Anla jamiyati bilan ishlab yurgan vaqtida do'stlik dom дружбы deb qo'yamiz. O'sha bizni nurg'un mehmonlarga chaqirdi. O'sha yerda nurg'un millatlar endi o'zlariningki urf odatlarini, milliy kiyimlarini ko'rsatib yurgan vaqtida men o'zimning qapog'imni ko'rsatib, qapoqlarni tizib qo'yib quruqtigandek bo'lib qoldi. Shu vaqtlarda men uni bolalar o'ynab tashlayotgan qo'chaqlarning 5ini yig'ib, yana bir yarini yig'ib, shularningki o'zlarini Uyg'urlarning qizlariniki deb qo'shim qash qilib, chashlarga chashlarni urab, qor qilib, o'zimizning milliy kiyimlarini kiyib shu qapoqlarni tikdim. U qapoqlarni yasadim qo'chaqlarni. Qo'chaqlarni shu qo'chaqlardan ashtaq milliy qo'chaqlarni yasadimda, u qo'chaqlarimni endi navirlar maktab jetsatga borgan vaqtida so'radi nurg'uni. Har bir jetsatlarda, например, qozoq qizlarininki qo'chaqlari, gruzinlarninki, ashtaq Uyg'urlarning yo'q deb shularga men gullar ko'ylaklarni kiygizib, ashtaq qo'chaqlarni yasashni boshladim. Yasab qo'ydim, azroq Xudoyimiz keldigan
немелerde ипкилеме көстеден. İnşallah işqip қолыңызға дәрт бермесін. Әнді бұныңды башқа біздің şu 8 қырлық, 1 сырлық қызымыз шындақла мажандымы, гүлләне, шының ұқсаш әр қабырмен тоқып ясайып кетіке. Шуланы әнді бір әмін еттіңіз, бұны етіп етіп кетсіңіз. Әмді әр біріміз аялының үйді қалған мажанла, ұшақ-түшек бірімлер қалды. Мен етіп кеттім ғой, балаларым мектепке баға вақтыдыла, 8 мартлаға, малымлаға бірім соғы қылымыз деген вақтыда мен аш пласталинні чаплап, шыны красис қылып, шының үстігі мончақларын чаплап, ашыныңдың башлаған. Hazır әмді үнчілердің гүл тоқып, 8 мартта бір соғы қысыңыз чырайлық көрініп тұрды қара. Шыланы қылдым, гүлләні тоқып. Яқшы ішқіп, қолыңызға дәрт бермесін. Әбәй, ләлем сіз сұндақ бір етіп өткеттіңіз, ұйғыр театрында бізге ядымызға бір сет өттіңіз. Шу ұйғыр театрда көргәзімі өткәзгенде рәсәмчіла әмсі қатынашты. Шу еді сіз рәсәмчіла иттіпақыға әза болу алдыңыз мұ? Бола алдым. Мен әмді өзіңіз білсіз, мен мұны пенсионер даймен ғой, мен бұл менің етқанда хоббим. Мен бір ындақ рәсәмчілік күптәмідем. Қызық қыпыламыш қапақты көріп мен аста-аста қызық өйді. Бұның ғой мен мұш дом дружбыда бір апаған қапақларымды көріп, хакымака көріп, әші немеге выставка қатнышың деді. Şu вақыт мен хакымакам қыдап қойған. Хакымака бұл үшін челек ұсты рәссамланың, біздің найты ұсты рәссамларымыз білсіз. Kurbanov, Haşimcan, Moşe Guliyev, Hakimaka, onun da mübelek naytı usta nimelerimiz var. Ben ettim de, ben bu ressamların arasında, ben bu pensiyoner benim yasığının işkanda emes kılsa, siz ekip körüm dedi. Şu vakti de ben Uygur tiyatrıga apadım. Uygur tiyatrıga apaga vakti de Nurgun'un köngünden çıktım ben. Ben hazır etip kettim, bu bizden bulanın yasığının hemisi mebelini tsvet, koldun şunçilikine acayip çıraylık kapaklar oldu. Şunda çıraylık çıraklar oldu, her türlü nimene oldu. Lekin benim onu gül ver, gülle kıp yasık alırım. Uyagi ben Çinlerini yasıdım, çömüşlerini yasıdım, karan, korla, şulağı haqның muşu. Bizden bosuma bizden haq yaman kızıqıp ketdi. Şu vaxtıdan başlap bana ressamlarının ki nemesi de bulup, ittifakı da bulup, sertifikat ip geldim. Sertifikatla aldınız mı? Aldım. Mübarek olsun. Rahmet. Şu yerde boğan 10 gün nimede выставкада, şu yerde birinci kıtım sertifikat verdi. Hudojniklarının ki arası kıtıldım ressamlarının. İkinci kıtım o sertifikatını yani Baysiyetka bağa vaxtıda 20 ressamның arası da en yuğan, en необычный kapak östegen bu yani ben Grand Prix'ni mən ip geldim. İşlerinizi tikleme, alamet. Bunun şunda hanım kızlarımız hazır bizde kamdan kam. Endi mən olayma sizin hünürünüzni elbette davamlaştırılgan uyunuzdaki kız oğullarınız, kolum qoşulular, mekteplerdeki tonuş birişlerinin balları, kızları devam etip geçiş gerek. Hazır siz etip gettiniz, ben kız koçaklarını yasaymadım. Fakat kızıl koçaklar yasamsız ya ballarını, jigitlerini yasamsız? Yok, yasıdım. Yasıdım ha. Ulanmış milli kiyimde yasıdım ha. Beşiğe dopular geçen yasap çıktım, yasıdım. Elim olsun yasavatım ha. Kudayım bursa onu alaydan küstüm hemen. O koçaklarım bile bir düşünme. Endi men sizniki Muras Allah cemiyeti de musabaqlarını ötkazganda siz bir acayip bir barangni yasab kelgandingiz. Şu barangni shunchalik bir acayip o'zingizning mehringizni qo'shib yasab kelibsiz. Şu barang haqida nima qildingiz, qanday qildingiz, biroz aytib bersangiz, jo'zlarni qo'yibsiz, tushaklarni qo'yibsiz. Şunun bana bir alamet bir ko'nglimda qoldi-da shu yaxshi ishlar. Endi bu kapaklarının ki şu körgezimsiz boğa vaxtıdıma üye bir ip götürüp жүрмін ғой. Uşaq kapaklarını tizip şunda qılıb жүрмін. Özümün əsli Uygurların ki Urpa ədətini köstüğü vaxtıda mən öldümdə Uygurlar hər qaçan barangdı üstədi. Bu barangda yoğan kapaklarının isi bir yak aparamayımız. Şu vaxtıda özümün bir oylap dedim de muşun kiçikin bir barang yazsam. Barangның astığı bügülük yazsam. Şu bügülükte otağa mamay buvayını yasıdım, qarang jozlar, kichikini jozlarni qo'yib shunga tushak tikdim. Shuningga mening de bir yil naytım nurg'un ushaq nasvoy qapaqlar o'sgan. Shularni yasab, shu barangni tushayotganda qilib shuni o'zim o'ylab ashti qildim. Nurg'uniga yiqib ketdi bu baranglarim.
Hemimizin yadıda tanımış gün geçi var. Mana biz şunu eslep ütüvatımız. İş kılıp sizin bir cinazda Allah'ın cembesin. Endi men şuna siz mana Sultan Qura hanım kızı kelsiz. Tasviriy san'atdimi bakansiz. Bağ varan hem yaqdan bakansiz. Endi şu Miras hanım kızlarıdımı siz azap bo'lib ishlavyapsiz. Şu sizning vaqtimiz qanday şu hamiga yetyapti. Ben ten salametlik olsa yetidike. Ko'nglingiz tinch, deningiz salamet bo'lsa, ishlayman degan odam yetidike. Agar bir nimaga qiziqib qolsangiz, shuni oxirigacha chiqqancha o'zingiz shu bir qo'chaqni yasig'icha, bo'lmasa yabus bir qapoqni yasig'icha kechalar o'tirib ketmang. Shuni yassam, ko'rsatsam birsiga deb. Shuning uchun qiziqib yasidim. Shu festivalga borg'ichan men kechalar birgacha o'tirib yasab, shunga qiziqib keldim. Lishniy atiq uyquni neraroq qo'yib qo'yib, sahat turib, mush qapoqlarga su qo'yib, qapoqdan o'zim tirishdim. Kesh etib sahat turibsizlar. Ha, shu o'zim tirishdim. O'zimga yoqqan uchun ekan deb o'ylayman. Men o'zim endi shu deymanku, kashni to'qib, ashtaq bir ishlarla jiqnim qilatdim. Hozir mana bu qapoq nim qilgan siri o'zim o'sgan qapog'imga qarab bir xo'shal bo'laman, uni yasiga haqqi yoqqa vaqtida yana bir xo'shal bo'laman. Uni qarang, odam bolasiga bir ruhiy oziq berib turdi bu qo'lingizdan kelsa. Amal bo'lsa men o'ylaymanki, keyingi vaqtlarda shu o'zimizningki o'g'il qizlarimiz shuni unutmasa, menga hozir shu 101-maktabdan muallimlari deb qoldi. Amalınız bo'lsa, bir azroq bolalarimizni shu uyutib qo'ysangiz. Sababi biz mushtaq konkurslarga qatnashib, u bolalar shunga qiziqsa, talada yugurib жүргәндән deydi, shu o'zimga oldim 2 balni. Mush karantinda o'zimiz kichkin to'xtab qo'ydik. Bu bolalar hozir meni ko'chalarda ko'rib qolsa, biz qachon qapoq surat solamiz deb meni oldirtib ketdi. Men o'ylaymanki, mana boshildik maktabni, Xudoyim bo'lsa, asta-asta ishimizni davomlashtiramiz deb o'ylayman. Endi Mirasdimi o'zinglar bilisizlar, ixtirmada nayt nurg'un ishlarni qildi. Ixtirmadan keyin yurib biz nurg'un yaxshi nimalarni o'rgandik. Shu ixtirmadan keyin yurib biz ma'lumotlarga o'zimizning urf odatlarini, taomlarimizning, tamoqlarimizning turlarini, sangzi mayrami, non mayramlarini, do'pi mayramlarini o'tkazdik. Shularga qatnashib yurdik. Bo'lmagan yezimiz qamidi. Boshqa qilib Astanalarga berib, yarkatlarga berib, nurg'un narsalarni o'tkazyapmiz. Hozir haqlar men o'zim uyab yurman. So'raydi, to'xtab qoldinglarmi, nima bo'ldinglar deb. Bizning oldimizda hozir nurg'un ishlarimiz bor, qilimiz davatimiz, Xudoyim bo'lsa, tinchlik zamon bo'lsa, biz ishlarimizni davomlashtiramiz. Bizga to'sal bo'lib turadigan pandemiya deysizmi? Shuni o'zimizni kichkin tatib turyapmiz, biroq ishlarimiz joq ixtirmadan o'rnini besib Hacimede, Ruşengilede, Hacimede ba, yardımcı kızlar ba, özünüz bilsiz. Şular hemimiz bu işini taşlap ketmeyiz dep o'ylaymiz. Biz ahlatçımsak bizning yaşlar unutulib ketmesin. Hazır yaşlarımız qiziqib qoldi bu ishlarga. Nima deb o'ylayman endi. Sizning xo'shalligingizga, sizning ishlaringizga biz o'rtaqmiz. Bugun bizning studiyaga kelganingizga cho'ngdan-cho'ng rahmat. Endi bizning studiyaga nima degan bo'ldingiz? Men bu mashaq kelganimga xursand. Sababi mening ishlarimni yana ko'pchiliklar bir ko'rsatdi. Shuni bizni ko'rsatamiz, ko'pchilikka xushal qilamiz deb mashtaq ig'ir zaman bo'lyapti. Hozir haqiqatga chiqamasdan uyda o'tirib qolgan ota-onalarimiz shu sizlarningki передачаларni ko'rib xushal bo'lib, shularning nomidan sizlarga ko'p rahmat aytgim keldi. Meshat ishlayotgan Adiljonning ishlari qutlug' bo'lsin, sizning ishlaringiz qutlug' bo'lsin. Bundan keyin uningdan shundaq cho'qqilardan bir yaxshi o'zimizning Uyg'ur millatidan chiqqan xonim qizlarimizni, akalarimizni haqlarga jutlarga ko'rsatib tanishsanglar, men o'ylaymanki, nihoyat yaxshi bo'ldi. Eng birinchi sizlarning ishlaringizga qutlug' tilayman. Ko'pdan ko'p rahmatimni aytgim keldi sizlarga. Rahmat. Xayr, xo'sh, ko'rishguncha omon bo'laylik.